Salom u arz hurmat aziz do'stlar, umid qilaman shod va xursand bo'lsanglar. Ro'zlaringiz oromli bilan va yaxshi o'tsa. Aziz do'stlar, bir navi kasallik borki, bizdan salomat ravonimizni dargir etadi. Bu nomi vasvos fikri va amaliy toniladi. Haqiqatda bu ikki nava kasallik. Vasvos fikri va vasvos amaliy. Dalili ham buki oti ko'proq bir joyda tutiladi. Ko'p insonlarning yonida shu ikki kasallik bir joyda o'zini ko'rkazadi. Kitoblarda bu nomi OCD yo Obsessive Compulsive Disorder toniladi. Kalma vasvos bizda mardumimiz ichida istifoda bo'ladi, ammo g'alati tushunganlar. Basharlar durust bilmaydilarki vasvos nimarsa. Bir inson binobar afsurdalik yo biron mushkul ravoniyki yonda topilgan, iqdom etganki o'zini o'ldirsa va yo shunga kamyob bo'lgan, o'zini o'ldirgan. Buni aytadilar vasvosiy bo'libdi yo mushkuli vasvosi bor ekan. Ammo haqiqatda bundoq emas. Bizlar bu mafhumi shu kasallikni bilsak. Vasvos fikri ya'ni shuki o'sha fikrlar yo o'sha akslarki bizlarning zehnimizga keladi va bizlarni norohat va noorom etadi. Va nafar xolamaydi shu fikrlar shuni zehniga kelsa, ammo bidon ixtiyor keladi, bois tashvish va nigoronlik bo'ladi. Va o'sha nafarlar biladiki shu mantiqiy emas, durust emas, ammo jilavgirlik qila olmaydi yo ildayni ola olmaydi. Vasvos amaliy shu afkor muzohim, shu vasvos fikri bois bo'ladi, o'sha nafarlar bir ishni anjom bersa. Anvoy vasvosni aytaman to'g'ri yaxshiroq tushunsak. Necha nava vasvos borki donishmandlar tashriq qilgan. Bir navi bu nomi vasvosi nizofat aytiladi. Bu navi kasallikda o'sha nafarlar shunga giriftor, agar qo'lini bir joyga ursa yo bir tomondan ko'rishsa, o'sha afkor muzohim buni zehniga keladi, takror bunga aytadiki, seni qo'ling mikrobiy bo'ldi, oluda bo'ldi yo kasif bo'ldi, boyat qo'lingni yusang. Va burada vasvos amaliy yonida bo'lsa, bu boradi majbur mukallafki qo'lini ichida yusa. Shu nafarlar o'zi aytadiki, haqiqiy emas bu fikrlar, mantiqiy emas, ammo bizlarni ko'p aziyat etadi, tashvishi bo'lamiz, iztirob topamiz. Majbur bo'lamiz-ki, borsak qo'lingizni yusay toki bir rohat bo'lsa. Ammo bu muvaqqati. Yana shu fikrlar bularning yonida topiladi. Vasvosi chekkardan bor bu insonlar darvozani ko'p chekitadilar, shoyat qulf etgan bo'lsam yo bo'lmasam. Hatto shundoq kechalar ba'zi insonlar o'yindan baland darvozani chekitaylar, tobilar orom bo'lsa, o'sha iztirob yonlardan ketsa. Yo xotinlarda ko'proq ko'rak bilan gazni ko'p chekitadi. Ki shoyat mahkam qilgan bo'lsam va bo'lmasam, shu zehnlar buni yonda topilib ko'p norohat va noorom etadi. Vasvosi osibzadan bor ba'zi insonlar familda shunday fikrlar bilan jigarxonki, mabodo mana avlodimga nuqsim eshitmasa, mabodo men avlodimni urmasam yo o'ldirmasam, hatto shu daraja shadid bo'lib biladi. Va yana bir vasvos borki, vasvosi jamakardan tonilgan. Ba'zi insonlar bekerak narsalarni jamlab qo'yadilar. Shunday insonlar yonda 20 yil avval narsalar yonda borki fikr etgan shoyat biror roz kerak bo'lsa, ammo hech kerak bo'lmaydi. Ko'na narsalar, dard etim imkoniyatlar bular jamlab qo'yadilar-ki, shu fikrdagi mabodo biron roz kerak bo'lib qolsa, ki bu bir navi vasvos aytiladiki, bizlar boya tonisak. Yana bir navi vasvos borki, bu nomi vasvosi axloqiy va mazhabiy deb ko'proq toniladilar. Bu vasvosda o'sha fikrlarga ko'p bir g'ayri axloqiy va ko'p ganda fikrlar ba'zilarni zehniga keladi, takror. Va bular xeyli norohat va noorom bo'ladiki, men yaxshi ko'rayotgan insonim borada shunday bir zehnlar menga keladi, xeyli noorom bo'ladi bular. Yo tasviroy aytib bilasiz, ba'zilarida shadid agar bo'lgan bo'lsa, jinsiy keladi. Bular xeyli tashvishda, noorom, ehsosi gunoh, ehsosi xijolat bilan topiladi va bular shadid iztirobga ketadi. Xushbaxtona bu kasallik tadaviy bo'ladi, olatoy xafif mutawassitda بدون دعوای imkoni bor, ba'zi tamrinlar bilan va yo murojaat va ravonshunos bilan tuzalsa. Ammo holatlar shadid bo'lgan, biroz yaxshi davolar bor, davo istifoda qilsalar bu marizliklar kamaladi va ayollardan gum bo'ladi.